Neredesin Abdüley? Abdüley. Qayerdasan, Abdulhay? Neredesin Abdüley? Abdulhay, Elif qayerda? Neredesin Abdulhay, Abdüley. Mematiga ayt, Elifni topsin. Abdüley ben tek başıma. Abdulhay, bir o'zim boraman. Sizlar Memati bilan ofisda kutinglar. Abdüley ben tek başıma gideceğim. Siz Memati ile ofiste kalın. Abdüley, Memati'ye söyle Elif'i bulsun. Ertaga bir shisha toza aroq kerak menga. Aslanbey Studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi. Dadamni qo'lga olishdi. Bilaman, Nesrin. O'tir. Nizomiddin beyga qo'ng'iroq qildim, ammo tusholmadim. Xabarim bor. Hozir dadangni yonida bo'lsa kerak. Nimalar bo'lyapti? Dadang bo'lmag'ur ish qildi, Nesrin. Meni, tanishlarini, do'stlarini, hatto 40 yillik o'tmishini sotdi. Men esa unga bunday xoinlik imkoniyatini bermadim. Dadang qamoqda. Oldimizdagi 40 yilda u yerdan chiqa olmaydi. O'lmasa agar. Shunday qilishini bilardim. Aslida boshqa qiladigan narsasi ham qolmagandi, bo'ladi. Hayot bu. Sendan bir narsani iltimos qilsam bo'ladimi? Albatta. Dadam Lazziyoning to'g'ri ishlari ham bor. Bular ba'zida xoinlarcha, ahmoqona bo'lgan rahmsiz bir odam. Balki bu hayotda uning o'limini eng ko'p istaydigan odam mendirman. Oyimni o'ldirdi. Singlimni meni qo'lim bilan yo'q qildi. Bolamni mendan uzoqda bo'lishiga sababchi bo'ldi. Ammo baribir bir nomi, obro'yi bor. Uning obro'yi bilan o'ynalishiga ruxsat berma. Iltimos. Bunga ruxsat bermasligimni bilasan, Nesrin. Bilaman. Qo'limdan kelganini qilaman. Rahmat. Bundan keyin dadangni ishlarini nazorati senga o'tadi. Sendan istagim bu ham bo'lsa dadangni obro'si uchun. Ishlar yo'lga tushgunicha bu yerlardan ketsang degandim. Pusat, salvichi. Aytganimni qil, Nesrin. Bolalaring bilan birga bo'lasan.
Hammadan kutsam ham sizdan kutmagandim Ziyobek. Nega bunday qildingiz? Demak, boshimiz aylanib qopti-da, Nizomiddin. Bunday demadim. Men bu yerga o'zim keldim, jonimni qutqardim. Qolgani sizlarning ishingiz. Boshqacha ham bo'lishi mumkin edi. Bo'la olmasdi. Yaxshi. Meni bu yerga Po'lat Alamdar yubordi. Davlatga topshirgan diplomatingiz hozir unda. Bundan shubham yo'q edi. U sizni o'ylagani uchun bundan keyin umuman gapirishingizni istamayapti. O'zingizga qo'yilgan ayblarni bo'yningizga olishingiz va undan tashqari bitta ham so'z aytmasligingizni aytyapti. Xo'sh, sen nima deysan? Menimcha ham boshqa yo'li yo'q. Men ham bu yerda bo'lishingizni istamasdim, ammo bu yerda sog', uzoq yillar yashashingizni istayman. Nizomiddin, biz albatta jim bo'lamiz. Baroningga huzurli, xavfsiz bir hayot istaganimni ayt. Jinoyat olamining taniqli vakili Ziyo Yilmaz jinoiy guruh tashkil etish, odam o'ldirishga buyruq berish, shantaj, tahdid, ishlarni soxtalashtirish, qurol oldi sottisi ayblari bilan qo'lga olingani aniqlandi. Politsiya xodimlari bu operatsiya faqatgina Laziyogami yo butun jinoyat olamiga qarshi amalga oshirilayotgani haqida ma'lumot berishmadi. Xudo xohlasa Po'latni ham qamashadi. Kutish nimaligini o'rganadi shunda. Bu kechani menga ajratasanmi emish? Umrim yolg'on eshitish bilan o'tadimi? Kutishga majbur emasman. Hech kimni kutishga majbur emasman. Mashinani kalitini ber. Yanga aka joyizga o'zimiz olib borib qo'yamiz. Tupurdim yangangga, kalitni ber dedim. Og'ang bir o'zimni chaqiryapti. Sizlar shu yerda qolar ekansizlar. Yanga, Yangangizni ham, sizlarni ham. Do'stlarim, ish boshida bo'lganimiz uchun sharbat ichyapmiz albatta. Men bu sharbatni yangi ish joyimni omadi uchun ko'tarishni istayman. omadingni bersin. Omadingni bersin. Erxon, g'irromlik qilma. Hech bo'lmasa san'atkorlarga beradigan shampandan och. Jahlimni chiqarma Nevzat. Ko'prikli gaz suvimi sal oldin tugadi. Bu yer restoran emas, nozik bir joy. Ijtimoiy hayotni ko'ra olmadik. Bugun ularga yopiq ekanligini aytdim. Unaqa emas Erxon, bunday bo'lishini bilganimizda boshqa joyga borardik. Nima dedinglar? Ana eshik, Erdo'g'onbek. Ovqat yo'qmi ovqat? Sabzi bor, sabzi yesangchi. Bir ko'ringlarchi, agar yoqsa bu guruh bilan shartnoma tuzamiz. Yaxshilab kuzatinglar. Qo'pollashmang faqat. Европа плюс. Men sabzi yemayman. Sabzi yemasang piyoz ye.
Yo'q. Bu kechani senga ajratolmayman. Ajratmayman. Qashqirlar saltanatida Qashqarni quvlagan qo'zi bo'ldim. Erxon ofatijon-ku bular. Og'zingga qara, Nevzat. Jahlimni chiqaryapsan. Noto'g'ri tushunding. Do'st do'stiga ham shunday qiladimi? Faqat menga emas, hammamizga yetadi bular. Nevzat, shu paytgacha chirigan pomidor yegansan, endi kivi yeyman deb qoldingmi deyman. Hammamiz kivi bo'ldik. Ovozingni o'chir, bo'lmasa tashqariga chiqarib yuboraman. Bo'pti. Bunaqa emas-da. Voy, lofa, Barakalla Gulli Arslonim meni. Men chidolmayman. Chidab tur, davomini ko'raylik-chi. Bizga gul bilan atrofga bu yerni rasvosi chiqdi. Bu qayerdan chiqdi? Xayrli kech. Xayrli kech. Haydovchilik guvohnomangiz Tekshirishga ruxsatingiz bormi? bor. Ruxsat bo'lmasa hujjat so'rolmaymiz, xonim efendi. Alkogol tekshiruvini o'tkazamiz. Men advokatman. Tekshirish o'tkazish uchun bu to'siq bo'la oladimi? Yo'q, ammo ozroq ichganman. Uyim shu yaqinda. Hammani uyi yaqinda, xonim efendi. Sog'lig'ingiz muhimroq emasmi? Meni sog'lig'im bilan nima ishingiz bor? Iltimos mashinadan tushing, advokat xonim. Akt tuzib uyingizga tashlab qo'yamiz. Hech qayerga tushmayman. Tekshirtirmayman ham. Navbatchi prokurorni chaqiring. Qo'ysangiz-chi, advokat xonim. Siz shunday qilsangiz, boshqalar faqatgina uyingizga tashlab qo'yamiz.
Men Og'iz qal'ani va guruhni o'ldirganiga hech narsa demayapman, Nizomiddin, ammo shaharning o'rtasida ko'p kunduz unaqa o'qqa tutish yaramaydi. O'qqa tutsang ham bu aybdan qutula olmaysan. Bizni ishimiz nima? U to'zitadi, biz yig'amiz. Bu safarga boshqa, Nizomiddin. Hammamizni nimalardan qutqarganini bilasanmi? Laziyodanmi? Ha. Kelayotib eshitdim. U odam jinni bo'lganmi? Yana nega gapiryapsan, Samoel? Hammamiz uxlayotgandik. Agar Po'lat Alamdar sergak bo'lmaganida eng yomoni hammamiz qamoqda ko'rardik o'zimizni. U buni qanday qildi? Nima ahamiyati bor, Samoel? Menga qara, Nizomiddin. Po'lat Alamdarning orqasida har xil ishlar bor. Qanaqa? Aniqlayman. Hammasini aniqlayman. Bir joydan xabar kutyapman. Ertaga kelib qoladi. Shunda hamma Po'lat Alamdar nega baron bo'lganiga javob beradi. Samuel. Mayli, Laziyo qari deylik. Senga nima bo'ldi? Yana qaytaraman. Quloqlaringni ochib yaxshilab eshit. Bu ishdan voz kech. Bo'lmasa seni men ham qutqara olmayman. Fox, sen uchun xursandman. Fond deding, mana ishga kirdim. Ko'rdingmi? Gapga quloq soladigan qizman. Boy, odobli, xunuk bo'lmagan bir ayol. Isming Cinderella emasmi? Cinderella bo'la qolsin. Sen esa qallig'ini izlayotgan shahzodasan. Men Cinderella bo'lsam, sen kimsan? Meni kimligimni yaqinda bilasan. İstasang shahzodaman. İstasang İstasam, Ben tek başıma gideceğim. Siz Memati'yle ofiste kalın. Neredesin Abdüley? tuzukmisan? yaxshiman. O'zingni yaxshi his qilmayotgan bo'lsang, doktor chaqiray. O'tib ketadi. Ob-havodan bo'lsa kerak. Men ham siqilib ketdim. Nima bo'ldi? Biror muammo bormi? Yo'q, arzirli narsa emas. Balki ishlamayotganimga siqilayotgandirman. Bu nima deganing? Meni nafaqaga chiqarishdi desa ham bo'ladi. Po'lat bizni super nafaqaxo'r qildi. Pulimni berib dam ol dedi. Ancha yildan beri charchading. Menimcha damingni olganing ma'qul. Shunday qilyapman ham. Yaxshiyam bor ekan sizlar. Hech bo'lmasa o'zimni yolg'iz his qilmayapman.
Xayrli kech. Sizga rahmat. Kalit mashinada. Mast bo'lib qoldimmi? Politsiya mashinasini ko'rdimikan? Kechangni menga ajratganing uchun katta rahmat, Po'lat Alamdar. O'zingchi nima qildim deb o'ylayapsan? Aslida sen nima qilding? Meni bu uyga qamab. Baqirma, ichkariga kir. Qoyil, yashanglar. Tomonga qarama. Qayoqqa qarayapsan? Qayoqqa qarayapsan? Xo'sh, ish bitdi, endi hamma uyga. Tashqariga chiqib kelaman. Kelganimda bu yerda hech kim qolmagan bo'lsin. Ketamiz Erxan. Boshim og'rib ketdi. Kafam çın çın çın. Bunaqa narsalarga seni boshing chidamaydi. Kimse bak. Hech kim qaramasın. Arkadan bak. U orqadan ko'radi. Nereye girsin? Ketsin, o'zim qizlarni tayyorlayman. Boş. Bak. Faqat meni sotmaysizlar. Qo'ysangchi. Qizlarni ana u uyga olib borsa emakan, Nevzat? Ha? Xudo, bulardan eson-omon qutulib olsam-da. Sen var ya. Geç. Izzatdin, bu qizlarni tanlayotganingda tayinlab qo'ymaganmiding? Siz hammasi ko'z olaytiradi-ya, uyatsizlar. Xo'jayin menman-ku. Axir to'r doim xo'jayinga bo'lish kerak. Yana ichasanmi? Sendan so'raymanmi? Istaganimni ichaman. Istasam zahar ichaman. Sen kimsan? Baqirma, ovoz pardalaring yirtiladi. O'zingga keldingmi? Sovuq suv barcha hujayralarga yetib bordimi? Hushingga keldingmi? Uy meniki emasmi? Istasam baqiraman, istasam chaqiraman. Qo'yver meni. Ertadan kechgacha bu yerda o'tirib ichkilik ichish o'rniga o'zingga, insonlarga foydali ishlar qil. Qo'yver dedim senga. Qo'yvarsam nima bo'ladi? Suv ilon? Men suv ilon bo'lsam, sen jayrasan. Kelaman deb kelmading. Uyalmaysanmi? Yo'q, hali o'zingga kelmabsan. Bo'lmasa bunaqa demasding. Meni qiynading. Yig'latding. Xursandmisan? Endi nima qilasan? Yig'layapti deb ketasanmi? Ket. Bu yerda hech kimga kerak emassan. Elif. Seni ko'rishni istamayman. Hech kimni ko'rishni istamayman. Hech kim meni yaxshi ko'rmaydi.
Ket dedim. Kerak emassan. Ali kerak menga. Nega meni kutmasdan ketishdi Izzatdin? Hech narsa aytishmadi. Tavba tavba. Bular nima? Siz so'ragan hisobotlar. Men hisobot desam shularni tushundingmi? Men qizlarni degandim, hammalarini bu kecha mehmon qilaylik degandim. Charchashgan Erxonbek dam olishar ekan. Tavba. Ruslar charchaganini qayerda ko'rgansan? Siz geçin içeri. Sizlar ichkariga kiring. Mehmonlarni kutib olaman. Nevzat, faqat o'yin qilma. Qo'yib berasan, qizlar o'zlari bizlarni tanlashadi. Bo'pti, jonga tegding. Hal qildim. Men bittasini tanlayman. Qolganlarini nima qilsangiz qilaveringlar. Gerisini ne yapıyorsanız yapın. İnşallah Erxon sezmagan bo'lsin-da. Hop hop. Davay davay. Ana, Hadi hadi. qanday go'zalsizlar ha. Siz yaradana kurban. Merhaba. Buyurun. Çok güzel. Buyurun. Muhtarın kızı Ana, gelse bu tomonga. gözlerimi oyar imanımı. Böyle buyurun. Kızlar hadi. Gel. Burası. Beyler. Beylar, Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun. Yana bittasi bo'lishi kerak edi. Hozir sizga javob bera olmayman. Iltimos xabar qoldiring. Elif, hayotim meni.
Biroz avval keldim. Yarim kechasi. Juda charchaganman. Ko'zlarim yumilyapti. Uxlamasdan oldin oxirgi gapim seni sevaman demoqchi edim. Eng yaxshi istaydiganim sensan. Seni qattiq sevaman, Elif. Seni sevaman. Tug'ilgan kuning muborak bo'lsin, sevgilim. Sovg'amni oldingmi? Koshki yonimda bo'lsang edi, Elif. Elif, seni juda sevaman. Senga oshiqman. Sen uchun o'laman. Yo'q. Sen uchun yashayman. Elif söylesene, orada mısın? Söylesene, orada Elif mısın? neredesin? Elif neredesin? Sen yine geziyor musun? Sen yine geziyor musun? Elif. Ya sen Elif, ne çok geziyorsun? ne çok geziyorsun? Elif. Elif. Bak. Getirme beni oraya. Tamam canım. Aa, siz hala... Sizlar haliyam o'tiribsizlarmi? Uyat-ye. Ya bunlar aramda. Bular Erxandan battar. O'tir, tur. İşimizga aralashmanglar. Sen qizlarning ishiga aralashma. Sharafimiz uchun. Jonim, Yonib kul bo'ldim. Erxanni ham chaqirsak bo'lardi. Bechora bola shuncha ovora bo'ldi. Eshitsa o'sha zahoti Po'lat og'aga aytadi. Baribir eshitadi, uni ham sherik qilish kerak edi. Yo'q, Erxan hozir o'tirishni buzadi. Erhan şimdi ortamı bozar. Şerefe. Yandım. Yondim. Hech narsa yemadim, ammo negadir birdan uyqum kelyapti. Şerefe. 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 Ondan ben de. Ben de. Şerefe. Şerefe. Prokuraturaga chaqirishyapti. Hujjatlarni tayyorlashyapti emish. mendan birov yordam kerakmi, dada? Yahyoni ham men bilan birga qamashadi. Yoningga Jalolni ol. Buni o'zim hal qilaman. Siz meni o'ylamang. Nizomiddin beydan ishlar uchun hujjat olaman. Muhim bir narsa bo'lsa, kelib siz bilan maslahatlashaman. Men hamma narsani hal qildim. Qolgani muhim emas, Nisrin. Sen qizingga qara. Ko'rsang, pusatni meni nomimdan o'pib qo'y. Mana, ol. Üşüttüm herhalde. Shamolladim shekilli, oshqozonim ham buzildi. Burada mı yattın? Shu yerda yotdingmi? Polat. Po'latchi? O kalmadı. U qolmadi, ketdi. Nasıl? Qalay? Yelpiz qo'shilgan limonni yomon ko'raman. Odamni ko'nglini buzadi. Bular Alining kassettalarimi? Bittasini topolmadim. Narsalarimni orasiga aralashib ketdi shekilli. Elif, yaxshimisan? Yomonman jonon, yomonman. Ammo yomon ham tuzaladi, bu muhim emas. Juda yolg'izman. Bu o'zgaradimi? Shunga qiziqyapman. Yolg'izman deganing nimasi? Bizchi? Hech biringiz yonimda yo'qsizlar, jonon. Bir narsa aytaymi? Balki xafa bo'larsan. Ammo hech biringiz hech qachon yonimda bo'lmagansizlar. Na Ali borligida, na Ali yo'qligida. Hozir Po'lat borligida ham va aslida Po'lat yo'qligida ham. Nohaqlik qilyapsan. O'zingga ham, bizga ham. Balki. Ammo o'ylab ko'r. Balki fikrimga qo'shilarsan. Odamlar qayerda? Hali kelishmadi. Kelishmaganini ko'rdim, Ematsin. Qayerda deb so'rayapman. Aniqlaymi? Abdulhay, og'riq qoldiruvchi dori bormi? Bor og'a. Nonushta qildingizmi?
Nega so'ragan narsamni javobini ololmasdan doim boshqa javob olayapman? Kechasi uxlamadingizmi, og'a? Xuddi mana shuni aytayapman, Memati. Yo'q, uxlamadim, nonushta qilmadim, kunim yomon o'tdi. Ammo bugun undan ham yomonini ko'rishim ko'rinib turibdi. Hozir yigitlar nonushta va og'riq qoldiruvchi dori kelsin, iltimos. Uch ming, 3,5 mingta o'q otilibdi, og'a. Qayerdan aniqlading, Abidin? Politsiyadagi tanishlardan, og'a. Abidinni politsiyada yana ancha tanishlari bor. Juda yaxshi. Sulaymon, Abidin bilan borib politsiyadagi do'stlar bilan tanish. Og'a, bizni ham o'zimizga yarasha razvedkamiz bor. Qanaqa razvedka ekan Sulaymon bey? Og'a, aqrabni chayon chaqdi deyishyapti. Ey Xudoyim, o'limini ham yaxshisini ber. Amin. O'q qutisidan chiqqani arining inidan chiqqandan battardir. Hamma yoq politsiyaga to'lib ketadi. Albatta kalla istashadi, kalla olishadi. Siz shundoq ham rasmiy qaydlarda o'liksiz. Aslida biz tuya qushga aylandik. Ochiq o'lja. Astag'firulloh, og'a. Boshimiz qumda, tanamiz tashqarida. Men neft ishiga birga kiramiz demoqchi edim. Bizga tanangiz yetmaydi, boshingiz ham kerak. Tunjay bey. Astag'firulloh, og'a. Bilmayman, og'a. Uyqumiz keldi, uxlagani ketyapmiz deb ketishgandi. Hammasini telefoni o'chirilganmi, Memati? Ha, og'a. Abdulhay. Telefonlardan qarachi, joylarini aniqlab bo'larmikin? Xo'p bo'ladi. Bu yerda yana kim bor edi? O'zimizdik, og'a. Yana raqs guruhi bor edi. Yo'qsa doimiy dastur uchun yollamoqchi edik. Ammo ular juda tez charchashar ekan. Rus bo'lsa-yu, darrov charchasa. Ming la'nat. Biznikilar ruslar bilan ketishgan deyapsizmi, og'a? Qaysi birini birinchi yo'q qilishimni sen ayt. Meni yo'q qil. Ruslar bilan turklar orasida bitta farq bor. Ruslar ayollarni aslo hurmat qilishmaydi. Turklar ayollar uchun jonlarini berishadi.
Sog' qolish qolmasligingizni Po'lat Alamdar hal qiladi. Hammamiz yolg'iz qoldirdik Umar ota. Hech kimni yolg'iz qoldirmadi, jonon. U o'zini yolg'iz his qilyapti. Sababi oson. Po'lat unga uylanmagani uchun. Bunaqa yashagandan keyin turmush ko'rgach yolg'izlik hissi yo'qolarmidi, bolam? Baribir shunday qilish kerak edi, Umar ota. Meni tushunmaganim, millatimiz bu yolg'izlik kasalligiga qachon duchor bo'ldi? Yolg'izlik nima o'zi? Yolg'izlikdan qo'rqish nima? Yolg'iz qolamiz deb oilalarni buzishadi. Keyin yolg'izmiz deb faryod qilishadi. Yolg'izlik deganda qilgan qarorlarida, qilgan ishlarida qo'llab-quvvatlamaslarini tushunishadi Umar ota. Masalan, Ali ta'tilga kelganida yolg'iz qolishsin deb yolg'iz qoldirardingiz deyapti. Aslida hammamiz birga vaqt o'tkazaylik, dam olaylik degandim deyapti. Kasalni mayiz emas, achchiq dori tuzatadi. Qizimiz kasal bo'pti. Unday demang Hikmat og'a. Agar bu qiz kasal bo'lgan bo'lsa, o'zini yolg'iz his qilayotgan bo'lsa, bunday emasligini ko'rsatishimiz kerak. Bo'lmasa, yanada battar kasal bo'ladi va davo qabul qilmaydi. Opamni qilayotgani erkalik, boshqa narsa emas. Bekorga o'zingizni urintirmang. Oldinlari bu aytganlaring ham yo'q edi, Eren o'g'lim. Bunaqa ayblash, hukmlar bilan tuzalmaydi. Haqsan qizim. Kechqurun hammamiz birga Elifni uyiga boramiz, ko'nglini ko'tara olsak yaxshi bo'ladi. Jinni bo'ldinglarmi? Nega bunday qilasizlar? O'g'ay, men hech narsa qilmadim-ku. Yana nima qilarding, Erxan? O'z makoningda rus agentlarini ishlatyapsan. Yana nima qilarding? Agar ruxsat bersangiz, hoziroq borib o'sha izzatni yo'q qilaman. O'tir joyingga. Biror gap bormi, Memati? Yo'q, og'a. Og'a, tepadagi yigitlar Tulki Andrey kelganini aytishyapti. Qanaqasiga? Odamlari bilan birga eshik oldida ekan, siz bilan yolg'iz uchrashmoqchi emish. Ularni yo'q qilaylik, og'a. Qayerda ekan u ablah? Kirsin. Yigitlar qo'lida bo'lmasa bunaqa xotirjam kelarmidi? Ichkariga olib kiringlar. Tushundim, og'a. Politsiyaga ham hech narsa aytmabsiz. Tushuntirish fe'limizga to'g'ri kelmaydi, prokuror bey, xafa bo'lmang. Nizomiddin beyning ham kelishini xohlamadingiz. Himoya qiladigan hech narsamiz yo'q, prokuror bey. Davlat nima desa biz rozimiz. Davlat aytganini yolg'on deyish bizga yarashmaydi. Tergov hujjatlarida faqatgina siz haqingizda yozilgani menga g'alati tuyulyapti. Bu ishlarda hech kimdan sherik bo'lmaganmisiz? Hamma narsani bir o'zingiz qildingizmi? Nima? Bizni qo'limizdan kelmaydimi, prokuror bey? Katta ziyo bir o'zi qila olmaydi deyishmaydimi? Men qimmatli vaqtingizni olmay endi. Bir qancha aybimiz bordir. Nima kerak bo'lsa qiling. Ziyobey, bu yerda juda katta ayblar yozilgan. Sizni qamoqqa olib sudga yuboraman. Har qilichning bir qini bo'lishi adolatdir.
Shu yerda qol. Aroqni yaxshi ko'rishingni eshitdim. Men esa ko'p ichishingizni eshitgandim. Marhamat. Birga aroq ichamiz. Do'stligimiz ham, dushmanligimiz ham mana shu kichkina shisha tugaganda ma'lum bo'ladi. Turkchani qayerda o'rganding? Chechenlardan. Har yo'q turganimdan bittadan so'z o'rgandim. Unda to'ti ekansan-da. Sen ruschani qayerda o'rganding? Sizlarni yo'q qilish uchun ko'p chechen tarbiyaladim. Sog'liq uchun. Odamlaring qo'limda. Og'iz qala uchun. Sendan qarzdor bo'lib qolishni istamayman. Og'iz qala evaziga odamlarimmi? Yo'q. Og'iz qal'a evaziga Samuel Vanuni. Aroq oldida bunchalik nozikligingni bilmasdim. Bitta olishda mast bo'lasanmi? Seni hissiyotli turk ekanligingni bilaman. Odamlaringning yo'q bo'lishini istamasligingni ham bilaman. 5 odaming evaziga nafratlangan odaming Samuel. Menimcha yaxshi kelishuv. Dushman bo'lishimiz uchun ko'p ichishimizni hojati yo'q. Yigirma 24 soat ichida Samuel Vanuni yo'q bo'lmasa, odamlaringdan ayrilasan. Odamlaring o'lajak. Buyog'ini o'zing bilasan. Po'lat Alamdar Mehmet Qoraxonlikning o'g'li.
Biror nima kerakmi? Po'lat Alamdar Hikmat Qoraxonlining o'g'li ekan Nizomiddin. Bu gap qayerdan chiqdi? Hikmat Qoraxonlining o'g'li Aslan Akbey tomonidan olib qochilgan. Yetimxonaga berilgan. U yerdan esa Jondan oilasiga. Ali Jondan bo'lib o'qigan, tashqi ishlarga kirgan. Tashqi ishlarga kirmasdan oldin albatta maxfiy tashkilot JXTga olingan. JXT uchun chet elda ishlarni amalga oshirgach, Turkiyaga chaqirilgan. O'ldi deb e'lon qilingan va plastik operatsiya yo'li bilan Po'lat Alamdar holiga keltirilgan. Duran Shotiro'g'lining jiyani sifatida mafiyaga kirgan davlat odami. Bu senga qayerdan keldi? Buni nima ahamiyati bor? Nima ahamiyati bor deganing nimasi? Qayerdan kelganini bilmasak, to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini qayerdan bilamiz? Bu odam qanday Alidan Po'latga aylangani rasmi bor. Rasmini ber. Seni Nizomiddinga aylantiraman, Samuel. Buni Mosaddan aniqladingmi? Yo'q, Nizomiddin, yo'q. Qo'lingdagi hujjatda plastik operatsiyaning kimlar tomonidan qildirilgani ham bor. Shunday bo'lgan deb umid qilaman. Sen buni bilarmiding? Buni bilarding. Hamma narsani bilarding, to'g'rimi Nizomiddin? Yo'q. Yolg'on gapiryapsan. Samuel, uyingga borib dam ol. Ahvoling yaxshi emas. Sog'lig'ingni yo'qotibsan. Bu menda qolsin. To'g'riligini tekshiraman. Mashinada bir nusxasi bor. Kim biladi, menga yana qancha yolg'on gapirgan ekansan. Senga achinaman, kasalsan. Buni barini baronlikda yutqizganing uchun qilyapsanmi? Sen bilan uchrashamiz. Issiz. Tulkivoy yo'q bo'ldi-ku. Alo? Safiya, men Po'latman.
Salom, nega raqaming chiqmadi? Senga boshqa telefondan chiqayapman. Biror muammo bormi? Dadang bilan bog'liq bir yangilik bor. Uchrashishimiz kerak. Albatta, hozir boraman. Faqat bir o'zing kel, Safiya. Xo'p, ofisdamisan? Ha. Po'lat qo'ng'iroq qildi. Dadam bilan bog'liq yangilik borligini aytdi. Qanaqa yangilik? Bilmayman, yoniga ketyapman. Po'latni o'zi kelsa bo'lardi, qizim. Chaqirdi oyi, yolg'iz kel dedi. Bunaqasi ketmaydi. O'zim olib boraman. Yolg'iz kel dedi deyapman. Nega yolg'iz debdi? Band. Jimjit. Po'lat bo'lsa kerak. Alo? Ey xudo, nima bo'ldi? Nimalar bo'lyapti o'zi?
Iloyim ishlasin. Iltimos ishlasin. Ming la'nat. Kim bo'ldi ekan? Alo. Yomon odamlarni orangizdan chiqaring. Nima bo'ldi? Hammasi joyida edi, men ham tushunmadim. Aslanbey studio yuqori sifatli kinofilmlar markazi.